Xo'p, Jitel qayerga berkingan bo'lishi mumkin? Xo'p. Tak. Jitel, qalaysan? Men seni topdim. Qalaysan kapot, qanday meni topding bir sapilda? Bu ish qiyin bo'lmadi. Jitel, shu yerga ham yashnarsanmi? Ko'rinadigan joyi axir bu yer. Bo'ldi. Tak, endi qolgan jitellarni ham topsam bas, Jitel. Xo'p, bo'ldi, men qidirishga tushaman deyotganimda Jitel, what the fuck, shu yerga ham yashnasanmi? Kapot qanday ko'rib qolding? What? Jitel, o'tda orasiga ham yashnarsanmi? Ko'rinib turibsan-ku axir. Endi tushundim kapot. Bo'ldi, keyingi safar boshqacha o'qib ketaman. Voy, mana yana bir Jitel ham topildi. Jitel, qanday bu yerga yashirinding? Ko'rinib turibsan-ku axir menga. Sizlar yashirinolmas olmas ekansizlar, Jitellar. Qaranglar, men oldin boru yashirinish bo'yicha qishloq bo'yicha chempion bo'lganman-da. Shuni bilib qo'yinglar lekin atak. Sen qishloq bo'yicha chempion bo'lganmisan kapot, lekin ishonish qiyin. Tushunmadim, nimaga ishonmaysan Jitel? Men aldamayapman. Kapot, lekin juda ham ishonish qiyin bunga. Xo'p, ko'ramiz. Davay, berkinglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bo'ldi, men Jitellar qidirishni boshlayman. Kim yashirilmagan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Xo'p. Jitellar qayerda bo'lishi mumkin? Tak. Men seni ko'ryapman, Jitel. Nima qilyapsan tomda? Hozir chiqib olaman-da. Qanday chiqsam bo'ladi bu yoqqa? Yo, Jitel. Men seni ko'ryapman. Ikkinchi Jitelni ham topdim. Qanday kapot, qanday topyapsan bizani sen? Prosta bu IQ deyiladi, ukam, IQ. Короче, 3-Jitelin qayerda ekan? Uni ham bir topib qo'yaychi. Qani. Tak, uni topdim. Va pastdagini ham topdim. Yana bitta kerak Jitel. Bittasini topsam bo'ldi menimcha. Yo, Jitel, shu yerga ham yashnasamsan? Voy kapot, qanday meni topib olding? Seni topish qiyin emas edi Jitel, lekin. Tak, tepadan qaraymiz. Mana bu Jitelni ham yoniga o'tamiz. Jitel, seni topdim. Voy kapot, balakan, qanday meni topyapsan? Prosta kam IQ. Короче, Jitellar, endi men berginsam nima deysizlar? Kallalaringni ishlatib topa olasizlarmi? Aqllaringami Jitellar? Topa olasizlarmi? Davay, let's go, men bergini. Tak, men qarshi emasman, lekin men ham qarshi emasman undan. Davaydi, kapot. Seni bir degancha topa olamiz. Uni shu yerda kutib turamiz seni. Bo'lam, men endi yashirinishim kerak. Tak. Xo'p. Qayerga yashirinsam bo'ladi, bolalar? Xo'p, menda bitta ideya bor, bolalar. Menda hozircha kichraytiradigan va kattalashtiradigan bir ajoyib narsam bor. Shundan foydalanamiz va Jitellarga prank qilamiz. Ya'ni ulardan berkinaman-da. Короче, mana shu yerdan kichrayib olamiz va ana shu yerdan ozginagina o'zimizga uy qurib olamiz. Kichkinagina uy qurib olamiz va bizani hech qachon bu yerdan Jitellar topisha olmaydi, bolalar. Hatta idealni, ya'ni genialni g'oyalar qatdan keladi shunaqa kallalarim yemani, bolalar. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, hozirroq kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq biz bir obunachi yig'ishimiz kerak. Xo'p, unda menimcha Jitellar ham qidirib qolishgandir. Men ungacha mana shu yerni ochib qo'yaman. Tak. Yaxshi. Bu yerni ham biroz kattalashtirib olamiz. Pastni ham biroz kattalashtirib qo'yamiz. Xo'p. Pastimizga siqib olish uchun yog'och taxtalarni ham qo'yib olamiz. Xo'p, bola menimcha yaxshi g'oya. Qaranglar, hech qachon bu yerdan men 100 yil o'tirsam ham bu yerdan Jitellar meni hech qachon topa olmaydi. Chunki Jitellarni miyasi yo'q. Xo'p, obunachilar, Jitellar nima qilayotgan ekan? Yashirinyaptimi? Qidiryaptimi bizani? Nima qilyapti ekan? Menda shu g'oya paydo bo'lyapti, ya'ni savol. Xo'p, obunachilar, qani Jitellar, qani?
Oho, men kutyapman. Obunachilar, qani jitellar? Men bu yerda 1 soat bo'ldi o'tirayotganimga. Jitellardan darak yo'q. Voy, hech kim yo'q, bolalar. Hech kim yo'q. Meni hech kim qidirmayapti menimcha. Jitellar ham meni topa olishmayapti menimcha da. Sizlar videoga like bosib kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. 1000 ta bo'lishimiz kerak. What the fuck? Hali ham o'tiribman, mani jetel lekin topa olmadi haligacha. Nechun nima ham qilamiz, kutamiz adi. Jetellarning ovozi ham kelyapti, mana. Jetel kapot qayerga berkindi ekan, men topolmadim. Men topolmadim. Kapot qayerda ekan, Jetel? Mana topolmadim kapotni. O'zi chiqmasa endi biz topolmaymiz shekilli. Menimcha u adashmagan. Yo'q, obunachilar mani ya'ni topolmabdilar. Meni topolmasliklari aniq edi lekin. Endi men ularni oldiga chiqishim kerak menimcha. Obunachilar, meni hech qachon bu yerdan 100 yil o'tirsam ham topa olishmaydi. Men mayli, ularga ham bir fora beraman. Chiqaman endi obunachilar. Xo'p, chiqib qolishim kerak bu yerdan. Va jitellar menga ya'ni ko'rib lol qolishyapti. Chiqishim kerak. Xo'p, kattayamiz. Xo'p. Kattayamiz. Xo'p, mana jitellar o'tirishibdi. Jitellar qalaysizlar? Meni topolmadinglarmi? Kapot qayerdan keling, la'nati. Biz seni qanchalik axtarganimizni bilasanmi? Biz hech qayerdan seni topolmadik. Men topolmaysizlar-da. Men aytdim sizlarga boshida. IQ bu dedim. Men topolmaysizlar dedim. O'zi sen qayerga bergan eding kapot? Endi bu kompotni siri bo'la qolsin. Palaka kapot sarimsir ola axtardik lekin o'zingdan bilib chiqding lekin oxirida ham rahmat shunga ham. Mayli jitellar, endi men bilan boshqa berkimachoq o'ynamaysizlar. Xo'p, obunachilar, ko'ryapsizlar, juda ham qiziq video bo'ldi. Bugungi videomiz shu yerdan iborat edi. Obunachilar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan men Kompot. Keyingi videolargacha ko'rishguncha, let's go.